ishlab chiqarishga kelganmiz. Ko'rib turibsizlar, mana S brendi ostida. Batta hozir pechkaga terilyapti. Buni pishgan holatini mana aytdim, naryoqda yuklashyapti. Hozir uni olib chiqib ko'rsatamiz. Pishgan holatini 860 so'mdan sizga yuklab berishadi. Batta dastlabki xizmati bor. Prosta kelishib olasizlar. Pishig'ishni sizga yuklab berish 860 so'm ekan. Ko'rib turibsizlar. Bu Rishtonni sariq turpog'ida bo'ladi. 100% li. Keyin sho'riga ham 15-20% sho'r bosishi mumkin. Qora sho'r bosmaydi, garant beramiz deyaptilar. Mana. Xo'p, bitta loboyini mana olib ko'rsataylik. Mana. Yorug'da ko'rsin. S brendi ostida g'ishtni ko'ryapsizlar. Konsistensiyasi baholasi juda ham chiroyli. Sinib netmas ekan, tepadan ham tashlaganmiz. Mana yerda yuklashyapti. Hozir bitta zilni Marg'ilonga chiqarib yubordik. Nechta sig'adi bitta zilga? 2,5 ming. 2,5 mingta sig'ar ekan. Mana hozir ko'ryapsizlar. Yuklashyapti. Pastda raqam qoldiryapmiz. Telefon qilinglar, zavod narxida olinglar, bemalol quruvchilarga ishlatinglar. Endi kachistvaga garant berishyapti. Necha yillik tajriba bor? Necha yildan beri ishlab? 10 yil. 10 yildan beri zavod ishlab kelyapti. Telefon qilaverasizlar. Hozir biz Rishton bilan Bag'dodda o'rta chegarasida turibmiz. Telefon qilayin, menimcha vodiy bo'ylab yetkazib berishadi.